Dunyodagi eng uzoq umr ko'rga tasdiqlangan inson bu fransiyalik ayol Jan Kalme. U 122 yil yashagan. Tasavvur qiling, u mashhur rassom Vinsent van Gogh bilan zamondosh bo'lgan. Hattoki u kichkina qizaloqlik paytida uni o'zining otasining do'konida tasodifan uchratgan. Afsuski, hozirgi kundagi zamonda 80 yoshdan keyin ko'pchilik insonlar dori-darmonlar bilan yoki nogironlik aravachasida, ba'zilar esa xotira yo'qotishi bilan kurashmoqda. Nega endi bunaqa? Ba'zi insonlar 90-100 yoshida ham bemor nevaralari bilan, nabiralari bilan raqsga tusha olishadi. Ba'zilar esa 60 yoshida qarilikka taslim bo'lishadi. Bugun Dunyoqarash kanalida siz bilan Doktor Atiyaning Outlive kitobidagi eng qiziqarli boblardan biri Sentenarianlar haqida gaplashamiz. Sentenarianlar bular 100 bilan yuzlashganlar, ya'ni 100 yoshga kirgan va 100 undan ham o'tgan insonlar hisoblanadi. Va bugungi videomizda ularning qanaqa qilib genetik lotereya sohibi, ya'ni g'olibi ekanligi haqida, ularning hayotiy strategiyasi haqida gaplashamiz. Obuna tugmasini bosing va biz videoni boshlaymiz. Avvalgi videomizda biz Doktor Atiya va uning Outlive kitobi bilan qisqacha tanishgan edik. U ta'kidlaydiki, uzoq umr ko'rish yetarli emas. Shu bilan birgalikda sog'lom umr ko'rishimiz kerak. Doktor Sentenarianlarning hayotini kuzatish tarzida ikkita muhim bir savolni o'rtaga tashlaydi. Ular qarilikni yengishganmi yoki ularga qarilik kechroq ta'sir qilganmi? Javob biz o'ylaganchalik emas. Sentenarianlar ham xuddi boshqalar kabi qariydi. Yuzlariga ajin tushadi, sochlari oqaradi, muskullari kuchsizlanadi. Lekin katta bir farq, o'tgan videoda aytganimiz 4 ta otliq kasalliklar ularga kechroq ta'sir qiladi. Masalan, o'rtacha inson 50 yoshida yurak qon tomir kasalliklariga duch keladi yoki chalinadi. Lekin sentenarianlar bu kasalliklarga 80 yoki 90 yoshlarida chalinishi ehtimoli bor. Ba'zan esa bu kasalliklarga umuman chalinishmaydi. Demak, ular qarilikni yengishmagan, shunchaki qarilik jarayonini kechiktirishgan. Yana bir qiziqarli fakt. Ularning hayotini kuzatganimizda 100 dan oshgan insonlarning juda ko'plari nosog'lom hayot tarzi kechirgan. Masalan, Jan Kalme 100 yoshigacha tamaki iste'mol qilgan. Kundalik vino va ba'zi alkogollarni iste'mol qilgan. Shuningdek, kunda kunora shokolad iste'mol qilgan. Bu bizga g'alati tuyulishi mumkin. Va albatta g'alati. Demak, ulardan o'rnak olib, biz ham xuddi shunday qilishimiz kerakmi yoki mumkinmi? Afsuski, bunday qila olmaymiz. Chunki biz genetik jekpotga erishmaganmiz. Masalan, dunyoda 8 milliarddan oshiq inson bo'lsa, har bitta 100 dan oshgan inson uchun 7 yoki 8 ta milliarder to'g'ri keladi. Demak, hamma ham genetik jekpot sohibi emas. Sizga bu bobdagi eng og'riqli haqiqatni aytib o'tishim kerak. Kimningdir 100 yoshga kirishiga yoki umuman olganda uzoq umr ko'rishida genetikani, ya'ni DNKmizning ahamiyati juda ham katta. Masalan, ota-onangiz yoki bobongiz, buvingiz uzoq umrga ko'rishdi. Bu degani siz ham genetik lotereyada yutgansiz. Doktor Atiyaning aytishicha, uzoq umr ko'ruvchilarni genlari ularni kundalik zararli odatlardan himoya qiladi. Agar sizning ota-onangiz yoki bobongiz, buvingiz uzoq umr ko'rmagan bo'lsa, men ham uzoq umr ko'rmayman deb taslim bo'lishimiz kerakmi? Albatta yo'q. Doktor Atiya kitobida epigenetika tushunchasini ta'kidlab o'tadi. Bu degani bizning yashash tarzimiz genlarimizning va DNKmizning qanday yo'sinda ishlashiga katta ta'sir qiladi. Bu degani bizda hali ham imkoniyat bor. Sentenarianlar yoki uzoq umr ko'ruvchilarni genlari himoya qilsa, bizni yashash tarzimiz, sog'lom hayot tarzimiz himoya qiladi. Xo'sh, omadli genlar bo'lmagan, lekin uzoq umr ko'rishni xohlovchi insonlar sentenarianlardan nimalarni o'rganishi mumkin? Qaysi strategiyalarni hayotda qo'llashlari mumkin? Doktor Atiya ularning hayot tarzini kuzatish asosida 3 ta asosiy sirni o'zi uchun ochdi. Birinchisi, insulin sezgirligi. Aksariyat sentenarianlar qandli diabet kasalligiga chalinishmaydi. Ular qon tarkibidagi qandni nazorat qilishda
umuman muammoga duch kelishmaydi. Bu esa ularning tanasida moddalar va energiya almashinuvi juda ham normal ekanligini ko'rsatadi. Aynan insulinga sezgirlik pasaygani sababli qandli diabet kasalligi yoki ortiqcha vazn paydo bo'ladi. Va aynan shu kasalliklar to'rtta otliq bo'lgan kasalliklarni hayotimizga olib keladi. Xo'sh, ularning genlarisiz biz qanday kurashishimiz mumkin? Biz hayotimizda shakardan to'liq yoki ko'p miqdordagi shakardan voz kechishimiz kerak. Bundan tashqari doimiy harakatda bo'lishimiz kerak va shu bilan birgalikda ortiqcha vazndan qutulishimiz kerak. Ikkinchisi, tanamizdagi muskullar massasi va qanchalik harakatda ekanligimiz. Sentenarianlar yoshlari katta bo'lishiga qaramasdan tengdoshlaridan ko'ra harakatchan va baquvvat bo'lishadi. Doktor Atiyaning kitobidagi jismoniy mashqlar haqidagi bobida bu haqida kengroq ma'lumot beramiz. Tanamizdagi muskullar massasi qarilikda biz uchun sug'urta vazifasini bajaradi. Ya'ni muskullarimiz qanchalik miqdori ko'p bo'lgan taqdirda bizni turli xil sinish jarohatlaridan asraydi. Yana bir qiziqarli ma'lumot. Muskullarimiz massasi jismoniy mashq sabab oshishini bilamiz. Aynan jismoniy mashq sabab muskullar massasi oshadi. Va shu bilan birgalikda bizning insulinga sezgirligimizni ham oshiradi. Demak, jismoniy mashqlar birinchi sirni amalga oshirishimizda katta yordam beradi. Uchinchisi, ijtimoiy aloqalar va yashashdan maqsad. Bu bilamizki, biologiya va fandan tashqari, ya'ni ijtimoiy mavzu. Ko'pchilik sentenarianlar o'zlarining oilalari va do'stlari davrasida ularning bilan muloqotdan doim zavqlanishadi. Bundan tashqari ularning hayotdan maqsadlari bor. Aksariyati hobbilar bor. Kimdir musiqa bilan, yana kimdir baliq tutish bilan, yana kimdir yana boshqa mavzu bilan band. Ya'ni bizni yolg'izlik va yashashdan maqsad yo'qligi tezroq qaritadi. Bu berilgan ma'lumotlarni o'zbek hayotiga tatbiq etib ko'raylik. Bizning ajoyib an'anamiz bor, ya'ni keksalarni e'zozlash. Kattalarga doim hurmatda bo'lish, ularning xizmatini qilish. Oila davrasida doim birga bo'lish, ular bilan muloqot qilish, oilamiz bilan birga yashash. Bu aynan sentenariyalarning 3-siriga juda ham mos keladi. Afsuski, bizning shirin taomga ixlosmandlik madaniyatimiz sentenariyalarning 1-siriga qarshi, ya'ni juda ham ko'p miqdorda xamirli, shakarli ovqatlarni iste'mol qilamiz. To'g'ri, bizning ota-bobolarimiz baquvvat ekanligi rost, baquvvat bo'lishganligi rost. Lekin hozirgi kundagi avlod kama harakat bo'lib ketmoqda. Albatta o'zimni ham qo'shib hisoblaganda. Va kundalik hayotimizda sun'iy bo'lgan juda ham ko'p miqdordagi oziq-ovqatlardan foydalanyapmiz va ularni iste'mol qilyapmiz. Sentenarian bo'lish bu shunchaki 100 yoshgacha yetish emas, balki o'tayotgan shuncha 100 yilni to'laqonli va sog'lom hayot kechirish. Balkim 100 yil emasdir, kim uchundir uzoq umr shunchaki. Men sizni shu maqsad sari chorlayman. Keyingi videomizda Outlive kitobidagi eng muhim boblardan biri haqida gaplashamiz. Ya'ni bu jismoniy mashqlar. Doktor Atiya jismoniy mashqlarni hattoki to'g'ri ovqatlanishdan ko'ra ustun ko'radi. Agar sizga video yoqqan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'ling va like bosishni unutmang. Sizning oilangizda eng uzoq umr ko'rgan inson necha yoshda bo'lgan? Izohlarda bu haqida qoldiring. Dunyoqarashingizni kengaytiring. E'tiboringiz uchun rahmat.